kechirasiz-da, ko'rmay. Nima qilganingiz bu? O'zi men doktordan kelyapman. Umrim oz qolgan orzu-umidlarim bor. Kamiga sizdan urib ketdingiz meni. Bo'ldi, tinchlaning. Mana men bo'ldi. Xavotir olmang, men orzu-umidlaringizni o'zim ro'yobga chiqaraman. Nima desangiz shu bo'ladi. Maylimi? Faqat o'zi tinchlaning. Ha, telefon yo'q, misol. Ha, telefonmi? Ha, bo'pti. Mana singlim sizga yangi telefon. Ha, rahmat, lekin bitta dona ishlatamanmi men? Shuncha pechora avariya bo'lib, bitta dona telefon ishlasam. Mana telefonimni ishlating. Bu ham yangi yaqinda ishlating. Aha, endi ikkita telefon ishlatib olib, endi o'qimasam g'alati, meni orzuyim bor edi Toshkentda o'qish. Chunki biz Bekobodda yaxshi o'qishlar yo'q. To'xtang, Bekobodda deysizmi? Bekobodlik bo'lsangiz qanday bilmaysiz? Yuring bu yoqda. Mana bu yer Bekobod shahrida Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti. Yuring endi. Bu yerda iqtisodiyot, tarix, pedagogika, arxitektura, kadastr shunaqa ko'p yo'nalishlar bor. Men xorijiy tillarda o'qimoqchi edim. Voy, как раз xorijiy til va adabiyot yo'nalishi ham bor. Shunchaki kontraktingizni to'laysiz, o'qiyverasiz. Kontraktdan to'laydigan bo'lsam o'qimayman, o'ldirib yuborsangiz bo'lardi shu mashinada. Voy, agar o'qishga kirganingizdan keyin imtihondan o'tsangiz, grant asosida o'qishingiz ham mumkin. Ha, shunaqa demaysizmi? Singlim, qarang, mana telefon oldingiz, o'qishga ham kirib oldingiz. Endi men bora qolay, siz bilan xayrlashaylik shu yerda. Men zo'r o'qishda o'qib, peshkom yurmayman-ku, mashinada qatnashim kerak. Ha, shunaqami? Bo'pti, sizga bitta Matiz olib beraman, bo'ladimi? Qatnaysiz, maza qilib, Matiz. Siz Kiyada men Matizda yurmayman-ku, men bo'ldi, meni hech narsa kerak emas, men ketaman, no'likchi qilaman, meni o'ldiraman. Bo'ldi. To'xtang. Mayli, men Matizda yuraman, siz Kiyada yurasiz. To'xtang, kalitini beray. O'tiring.